qayt. Buni men bo'lib batiraman. Bundan buni yurg'izmoqchiman. Yurayotganda demak menda mana bitta yetmayapti. Demak men statsionarniy turganga qo'yaman natsechka, что menga yetmayapti. Enter bossam mana orqaga qaytdi. Endi yubkaning yon tarafiga keldi. Xuddi shunaqa. Mana demak menda mana natsechkani men bermaganman. Boshqadan ko'rsatishim. Demak mana yon qismida menda boks chizig'ida natsechka yo'q. Shuni qo'ymoqchiman. Men aytamanki, statsionarda yo'q, unga qo'yib bergin dedim. Pastga tushdim mana. Tushdi past. Enter bosdim. Yana joyiga qaytdi. Mana qo'yib berdi menga natsechkani. Tak, endi mana tarafga buni bunga yurg'izib ko'raman. Mana menda bu uzun ekan. Demak, men yurayotgan detalga natsechka qo'yib bergan dedim. Yurayotgani qaysi bo'ladi? Mana yurayotgan volket. Mana qo'yib berdim. Bu shunchaki uzun ekan menda. Endi rukav. Rukavga tushiraman birinchi. Bu rukav. Bu oldi. Bu orqa. Mana shu ekan. Demak, qo'yamiz rukavga. Endi oldimikin. Oldi bu orqa shekilli. Topoldim. Buni bunga. Shu ekan. Statsionar turganga men aytamanki, mana shu yerda Chap bilan bosasizmi, qanaqa bosaman. Chapni bosasiz. Chapda ham, chapda chiqadi. O'ngga bosaman. Ha, o'ngga bosasiz. Mana o'ngga, qarang, o'ngga. Ha, o'ng. Statsionarga qo'yib berdim. Endi buni bunga qo'ydim. Mantiqga belgilayman. Mana bu xonaga kirasiz. Statsionarga qo'yaman. Ochib orqa tarafdan o'tganingizda xona bor. Mana shuncha manda tasabbi ketasiz. Qo'l shekilli. Endi buchkalan tomoni uzunligi. Mana buchka nimaga qo'yilgan? Buchkan uzunligini men o'lchamasam kerak. O'lchamaydi. Chunki bitta-yu. Mana bu pastga tushgani uchun bu uzun bo'lib qolgan. Mana bu yerda detallarni bir-biriga o'zaro tekshirsa bo'ladimi? Nachecha qo'yadi. Men qo'ydim. Mana buni bunga. Qaysiga? Belga. Mana bichka ochiq-ku. Bo'lmaydi. Bosib ko'ramiz. Mana bu tishga to'xtagan joyda natsechka qo'ygin deyman statsionarga. Mana. Demak, enter bosaman-da. Keyin bu yoqdan yana boshqatdan qilib ko'raman. Mana shundan olamikin mana bundan. Mana olar ekan. Demak, men endi voltga qo'yganman mana. Ya'ni shu belgilagandan keyin qo'ygin deganingizdan keyin enter bosasizmi? Qo'ygin degandan keyin enter bosam chiqib ketaman orqaga. Yo'q. Nachecha qo'yayotganda. Mana qarang. Buni bunga qo'ydingiz. Yurg'izib olasiz. Mana bu ichga qo'ydingiz. Mana shu kelganda o'ng tugmani bosasiz-da. Qaysi biriga qo'ymoqchisiz belgi? Statsionarga. Mana qo'ydim. Enter bosaman, chiqib ketdim. Endi men bundan davom ettirmoqchiman. Bu yerda buni statsionar bosishingizdan o'zi nachecha qo'yilib qolar ekanda. Men bundan yurg'izmoqchiman mana. Bunga qo'ydim. Davomidan bunday keldim. Mana bu yerda. Mana shu to'xtadi. O'ng knopkani bosaman, voltga qo'yib bergan dedim. Yana enter bosaman. Mana. Detashi yana ketaveraman. Mana bunga. Endi men bundan Pastga chiqaman, deb turing, poylab turing bu yerda. Chiqayotgancha qo'yaman. Mana. Endi men bu yerda statsionarga qo'yaman. Chunki menda volt tugadi-da. Mana. Endi buni olaman. Men kitob kelaman. Bunday yurgin deyman. Endi bunda voltga qo'yaman. Yana enter bosaman. Mana. Endi bundan
Mana bu yerdan boshlab deyman. Mana shundan. Mana kecha yurdim deyman. Mana bu sportkasi bor bo'lgani uchun mana bu yerda manda to'rtta qoldi. Mana enterga bosdim. Manda mana shuncha oshiqcha chiqyapti. Chunki mana bu tishkada yopilganda bu kichirayib ketgan. Вот так. Это прокатка. Настоящая картина. Prokatkani o'zimizda aytganimdek полностью model ishlasin deb, keyin ligovka modeli deyildi.